Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi Kemirqatil o'tiruv xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz Yangi bozor Bo'zqal'da ekan. Nom ko'cha beri? Sharq Ziyod ko'chasi. Endi joyning nomeri yo'q ekan. Ha, 7-uyga gapmiz. Bu xonadonimiz bizlere bir 15 gün oldin murojaat etdi. Bugün akşam geçte bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga 110 dana batareya gitti. 8 yere batareya koyuldu. 30 milyon 625 bin so'm pul chiqdi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Akşam bitirganimizda yine şurada bir batareyamizda treshinasi bor ekan. Hozir almashtirib, xudo xolasa hisob kitob etmaga geldik. Şu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar, yana ishlatib, yana chiroylatib, batareyalarni ustunlikka etib, qo'ldan kelgancha kafolatlari bilan chiqarib beramiz. Yine bekdan ham yine zolidan batareyasini ullatib qo'yganmiz, xudo xolasa. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Yine batareyalar ham o'zi xonaga nisbatan ularaq etib qo'ydik. Bu xonadonimizda ishini pulni tiyindan yine mishaytlar midon etib plastik turba bilan o'tirdik. Bunda yine kuxnisini ham bir batareya qo'yib berdik. Yine bunda yine bir tane suvat dedi, xudo xolasa hozir ularni ham ko'rib qopqarib ketamiz yine. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan teplo shavat kotelni ko'rsatib o'tsam. Teplo shavat yine 91'den 425 83 87 telefon nomerlerim. Manometrlarni qo'yib, yine ishlatib, bypasslarni qo'yib, qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Şu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamanglar. Kotelimizni ichki tuzilishi. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakunina yetdi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.